1937 yılı 5. ayının 29. günü şembe keçisi Qashqar Yavaq türmüsünün köydürülgenligini bilisizler. Köp o'qiydigan bo'lg'achqa bilisizlar buni. Taxminlarda shu qatimqi voqeada 300 dan ortiq odam o'lgan. Bu 300 odamning ichida qanchalig'a munavvar yigitlar bor edi? Mening az kam 10 yil material to'plab andan yozgan tarixiy romanim Bayavandagi Gulxanda Mantli apandiga yondab Yusuf Ziya degan bir odam tilga olindi. Boshqalarini hech kim bilmaydi. Turmada o't qo'yganlar, bu turmaga o't qo'yganlar Yenishaga chekinayotgan 4-chilar edi. 4-chilar. Xalqimizning ichida dahshat soladigan, kichik bola yig'lasa 4-chi kelyapti deb qo'rqitib yig'isini to'xtatadigan 4-chilar. Kim edi bu 4-chilar? Yani aşı biz biladigan Issiqbek Mononov qo'mondonligidagi Sovet ittifoqi qizlar misi 4-diviziyasiga tava otliq polkovniki Issiqbek. Bu 4-chilar Sovet qizlar misining 4-diviziyasi edi va bu Yavaq turmusiga o't qo'yganning 5'i Issiqbek Mononovdi. 4-diviziyaga tava otliq polkovniki. Üzümüzde tarix yazış, tarix sözleş adeti bulmagaçqa başqalar bizni öz xohishi boyunca ta'minlaydi. Biz shu boyunca qabul qilaveramiz. Buningmi shu Issiqbekni misol qilishimiz mumkin. 37-yilda Shingshisayga yordamga kelib, janubni tinchitish jarayonida 50 ming odamning qirilishiga boshlamchi bo'lgan bu qo'mondonni 4-chilar deb qabul qildik aslida. 40 yıllarda Milliy armiyaning bosh qo'mondoni salohiyatida o'tirib chiqdi. Bu ikki xil salohiyatning har ikkilisi Issiqbek nuqtasidan va Sovet ittifoqi nuqtasidan ziddiyatlik emas. Ammo biz uchun bu ikki xil salohiyat ziddiyatlik va biz bulardan birini qabul qilishimiz kerak. Aslida 4-chi salohiyat biz uchun ma'qul bo'lsa-mu, keyingi salohiyat qabul qildirildi. Biz qabul qildik emas, qildirildi. Mana mushunda Allah tariximizda az emas. Qarinib qolgan qahramonlar bosh ustimizda ko'tarilayotgan munofiqlar degandek to'qi bulmuqa aralashib ketgan hollar yaqinqi zamon tariximizda xili nurg'un. Ammo o'z tarixchilarimiz bo'lmaganligi uchun bular haqiqiy turda yozib chiqilmadi. Mana shunday qilib avlodlarning ma'naviy qatlamlarini hosil qilishning materiali bo'lmadi. Yoki buzuq materiallardan ishlanib bugungi barbod holatimiz shakllandi.